Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz tarbiya qonuniyatlari va meta-tamoyillari hisoblanadi. Bugungi mavzumizni ikkita reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi rejamiz tarbiya qonuniyatlari, ikkinchi rejamiz tarbiyaning metod va tamoyillari hisoblanadi. Tarbiya qonuniyatlari o'zi nima? Tarbiya qonuniyatlari bu bir tomondan ijtimoiy hodisa sifatida tarbiyaning xususiyatlari, ikkinchi tomondan esa shaxsning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan barqaror aloqalardir. Tarbiya jarayonining quyidagi qonuniyatlari mavjud. Ya'ni ijtimoiy muhitning obyektiv va subyektiv omillariga bog'liqligi, tarbiyaning shaxsning rivojlanishi bilan birligi va o'zaro bog'liqligi hamda faoliyat va munosabatni e'tirof etish shaxsning ijtimoiy qimmatli fazilatlarini shakllantirishning negizi va asosiy manbai hisoblanadi. Tarbiya metodi. Metod so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, yo'l degan ma'noni bildiradi. Tarbiya maqsadiga erishishning yo'li hisoblanadi. Maktab amaliyotiga tatbiq etilganda metodlar bu tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg'ulari va xulqiga ta'sir etish usullaridir. Tarbiyaning mutlaqo yangi metodlarini yaratishga bironta tarbiyachining kuchi yetmaydi. Metodlarni takomillashtirish muammosi doimo mavjud. Har bir tarbiyachi o'zining imkoniyatiga ko'ra uni hal qiladi. Tarbiya jarayonining aniq shart-sharoitlariga mos ravishda o'zining xususiy qarashlarini ifoda etish asosida umumiy metodikani boyitadi. Tarbiya metodlarini bunday xususiy takomillashtirish tarbiya usullari deb ataladi. Tarbiya metodlarini bunday xususiy takomillashtirish tarbiya metodlari, tarbiya usullari deb ataladi. Tarbiya usullari umumiy olganda metodning bir qismi hisoblanadi. Alohida harakati, yanada aniqlashuvi. Obrazli aytganda, usullar bu qo'yilgan maqsadga tezroq erishish uchun tarbiyachi o'zining tarbiyalanuvchilari bilan yo'l ochadigan, o'rganilmagan so'qmoq hisoblanadi. Agar uni boshqa tarbiyachilar ham foydalana boshlasa, u holda asta-sekin usullar keng ustunli yo'llar, metodlarga aylanishi mumkin. Tarbiya metod va usullarini bilish, ularni to'g'ri qo'llay olish, egallash bu pedagogik mahorat darajasini belgilovchi muhim tavsiflardan biridir. Tarbiya metodlari, ya'ni birinchisi so'z orqali ifodalash metodi, ikkinchisi ko'rgazmalilik metodi, uchinchisi amaliy namuna metodlari, to'rtinchisi esa rag'batlantirish va jazo metodlaridan iborat. Birinchisi so'z orqali ifodalash metodining mohiyati. So'z inson fikrini, his-tuyg'usini, e'tiqodini ifodalovchi vosita. Tarbiyachi so'z orqali o'quvchilarni ma'naviy, axloqiy, estetik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydi. So'z orqali ta'sir qilishda o'qituvchi nutqining aniqligi, ravonligi, ta'sirchanligi katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bunda birinchisi suhbat, ya'ni muloqot, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi savol-javob tarzidagi muloqot hisoblanadi. Keyingisi o'quvchilarda mustaqil fikrlash va to'g'ri xulosa chiqarish ko'nikmasini shakllantirishdir. Ikkinchisi esa tushuntirish hisoblanadi. Bunda harakat yoki hodisaning mohiyatini izohlab berish. Masalan, nima uchun rostgo'ylik muhim, nega kattalarga hurmat qilish kerak kabi bo'lishi mumkin. Keyingisi hikoya qilish, qiziqarli voqealar orqali hikoya qilib berish, tarixiy shaxslar, qahramonlar hayoti yoki hayotiy misollar orqali ibratli fikrlar yetkazilib beriladi. To'rtinchisi nasihat va o'git berish. Kichik yoshdagi o'quvchilarda xulq-atvorni shakllantirishda qo'llaniladi. Masalan, mehnatsevarlik bo'l, boshqalarga yordam ber kabi qisqa ta'sirchan so'zlar hisoblanadi. Keyingisi ma'ruza va nutq
o'qituvchi tomonidan muayyan mavzuda kengroq axborot berish, yoshlarda dunyoqarash va e'tiqodini shakllantirish. Keyingisi esa bahs-munozaralar hisoblanadi. Ikkinchi metodimiz bu ko'rgazmali metodlardan biri hisoblanadi. Ko'rgazmali metod bu tarbiyaviy jarayonda o'quvchilarning sezgi organlari, ko'rish, eshitish, his qilish orqali axloqiy, estetik va ma'naviy tushunchalarni hosil qilish usulidir. Birinchisi namuna ko'rsatish metodi, ya'ni o'quvchilarga namunali xatti-harakat, shaxs yoki faoliyatni ko'rsatish orqali ta'sir etish hisoblanadi. Ikkinchisi tasviriy vositalar yordamida tarbiya, ya'ni rasm, plakat, surat, video, kinofilmlar, slaydlar orqali axloqiy g'oyalarni ifodalash hisoblanadi. Uchinchisi tabiat va hayotiy hodisalarni kuzatish. Bunda o'quvchilarni hayotdagi voqealar, rolli o'yinlar va sahna ko'rinishlar, tarbiyaviy mazmunni teatr yoki sahnalashtirish orqali ko'rsatish hisoblanadi. To'rtinchisi tajriba va ekskursiyalar. Real hayotiy muhitda kuzatish orqali ibratli misollarni ko'rsatish mumkin. Beshinchisi rolli o'yinlar va sahna ko'rinishlari. Tarbiyaviy mazmunni teatr yoki sahnalashtirish orqali ko'rsatish mumkin. Uchinchisi amaliy metodlardan biri hisoblanadi. Bu metodlar o'quvchilarning faol ishtiroki yoki amaliy harakati orqali tarbiyaviy maqsadga erishishga qaratilgan. Asosiy turlari bu birinchisi mashq metodlari. Maqsad to'g'ri xulq, odob, mehnatsevarlik va intizomni shakllantirish hisoblanadi. Ikkinchisi o'zini o'zi tarbiyalash. O'quvchi o'zida mavjud kamchiliklarni tahlil qiladi va ularni bartaraf etishga harakat qiladi. Uchinchisi jamoaviy faoliyatni tashkil etish. Jamoa ishida qatnashish o'quvchilarda mas'uliyat va yordamchilikni shakllantirish hisoblanadi. To'rtinchisi o'rgatish va ishontirish. Tarbiyachi o'quvchiga biror ishni to'g'ri bajarishni ko'rsatadi hamda tushuntiradi va o'rgatadi. Masalan, gul ekish, sport mashg'ulotlarini bajarish, sinf ishini tashkil etish kabi turli xil misollarni keltirishimiz mumkin. Keyingisi rag'batlantirish va jazolash metodlari. Bu metodlar o'quvchining xulqini boshqarish va tartibga solishda qo'llaniladi. Namunalar keltirishimiz mumkin. Masalan, rag'batlantirish, maqtov, mukofot, ishonch bildirish. Jazo esa tanbeh berish, ogohlantirish, muhokama qilish. Asosiy maqsad esa yaxshi xulqni mustahkamlash, salbiy xatti-harakatlarni kamaytirishdan iboratdir. Jamoa orqali tarbiyalash metodlari. Bu metodda tarbiya jamoa ta'siri orqali amalga oshiriladi. Masalan, jamoaviy ishlar, jamoa fikri, o'zaro yordam va hamkorlik bildirishdan iboratdir. Asosiy maqsad esa o'quvchilarda jamoaga sadoqat, mas'uliyat, birdamlikni tarbiyalashdan iboratdir. Tarbiya metodlarining tasnifi. Zamonaviy pedagogikada ba'zilari amaliy vazifalarni hal etishga, ba'zilari faqat nazariy vazifalarni o'zida aks ettiradigan o'nlab tarbiya tasniflari mavjud. Metodlar o'ziga xos xarakterga ko'ra ishontirish, mashq, rag'batlantirish va tanbeh berishga bo'linadi. Mazkur holatda metodning umumiy xarakterli belgisi o'zida yo'nalganlikni, o'ziga xoslikni, qo'llanishga yaroqlilikni aks ettiradi. Bu tasnifga metodlarning ko'proq umumlashganligi bilan ajralib turuvchi tarbiyaning umumiy metodlari mustahkam tutashib ketadi. U o'zida ishontirish faoliyatini tashkil etish, o'quvchilarning xulq-atvorini rag'batlantirish metodlarini qamrab oladi. Marinkoning tasnifida tarbiya metodlari guruhlari quyidagicha nomlanadi. Tushuntirilishi, reproduktiv
muammoli vaziyatli o'rgatish va mashq metodlari, rag'batlantirish, to'sqinlik qiluvchi boshqarish, o'zini o'zi tarbiyalash kabi turli xil metodlarni bo'lib chiqadi. Farzandimizning kelajakda komil inson bo'lib yetishishlarida oila va jamiyatda yaxshi tarbiya olishning o'rni beqiyosdir. Ota-ona, ustoz, murabbiylar, rahbarlar va yoshi kattalar qancha madaniyatli, odobli bo'lsa, shu jamiyat va muhitda o'sayotgan shaxslar ham shunchalik odobli bo'lib yetishadi. Bunday sermas'uliyat ijtimoiy ishni amalga oshirish, ya'ni yoshlarimizning odobli, xushxulqli, vijdoni pok kishilar bo'lib yetishishlari uchun o'z xulq-atvori bilan ularga yaxshi ibrat va namuna bo'lishimiz bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Ilgarigi zamonda shunday maqol bor edi: domlaning aytganini qilov, qilganini qilma. Ammo hozirda bu maqol eskirdi. O'smir va o'spirinlar ko'pincha ustozlari va kattalarning tashqi yashash tarzidan o'rnak oladilar. Ya'ni ular domlaning qilganini qilishadi. Bu o'rinda ularning quyidagi haqli e'tirozlarini inobatga olish zarur. Nima uchun chekmagin, ichmagin deyishadi-yu, o'zlari chekishadi, ichishadi? Nima uchun rost gapirgin deydilar-u, o'zlari yolg'on so'zlaydilar? Nima uchun to'g'ri, halol bo'lish kerak deydilar-u, o'zlari pora oladilar? Agar o'qituvchi va boshqa ana shunday so'zda to'g'ri yo amalda noto'g'ri ish tutishsa, shogirdlari shunday qilib uni hurmatlaydi. Undan nimani o'rnak qilib oladilar? Shu ma'noda tarbiyachi har vaqt o'z so'ziga amal qilishi va o'zining ustida chiqishi kerak. Ibratning aynan ana shu jihati komil inson tarbiyasida katta ahamiyatga egadir. Bugungi mavzumiz qisqacha shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.